Fotograf o'zini suratga olishni bilishi kerak. Self portret bu shunchaki selfie emas. Bu to'liq portret, faqat fotograf uchun. Bu portfolio shaxsiy brend uchun. Bu siz haqingizdagi birinchi taassurot. Birinchi navbatda barqarorlik, shtativ shart. O'zingizga ham xuddi mijozga yondashgandek yondashing. Ko'zlarni 3 ta'mir qoidasi bo'yicha yuqori qismga joylashtiring. Taymer sizga o'tirib joylashib olishingizga va tayyorlanishingizga vaqt beradi. Taymerni topib olishimiz kerak. Hamma kamerada har xil joyda joylashgan bo'lishi mumkin. Biza mana shu i funksiyasini bosib turib, bu yerdan har xil rejimlari bor rasmni olishni. Bu bittalik oladi. Bu seriyniy foto, bu tezlashtirilgan seriyniy foto. Yonida mana taymerligisi bor. Taymerga bosganimizda buni 5 sekundlikda turibdi. Har xili bor. 2 sekund, 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund va hokazo. O'zimizga keraklisini tanlab olamiz. Nechta kadr rasmga olishini pastdan belgilaymiz. Masalan, 3 ta rasm olsa, 7 mana shu narsa bo'ladi. Okey. Rasmga oladigan bo'lsak, 3 sekunddan keyin 10 sekunddan keyin 3 ta rasm oladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hozirgi zamonaviy kameralarni telefon orqali ham boshqarish mumkin. Mana telefondan foydalanish qulayligi, hamma parametrlar mana shu o'zidan foydalansa bo'ladi. Masalan, ISOni ko'tarib yoki tushirib ishlatsa bo'ladi. Va bu yerda vizirshkani ham bilan o'zimizga moslashtirib olamiz. Oq rang balansini ham to'g'rilashimiz mumkin. Va yana bu yerda diafragmani ham ishlatsak bo'ladi. Demak, telefon ancha qulay. Bu sizga taymerdan ko'ra ancha qulaylik beradi. Shunda sizda vaqt muammosi bo'lmaydi. Eng qiyini kamera oldida o'zing bo'lishing. Sizlar bilan fotograf Sardor Azimov edi. Bizning sahifalarimizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.